Viloyat hokimligida viloyatda kambag'allikni qisqartirish yo'nalishida olib borilayotgan ishlar tahlili o'tkazildi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov rahbarligida o'tkazilgan muhokamada joriy yilda viloyatdagi 10 mingdan ortiq oilani, ya'ni 46.170 ta aholini kambag'allikdan chiqarish rejalashtirilganligi ma'lum qilindi. Bugungi kungacha hokim yordamchilari va ijtimoiy xodimlar tomonidan 13.2 ming oila, ya'ni 51.7 ming nafar aholi kambag'allik reyestriga kiritilganligi bildirildi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan o'rganishda 13.2 ming oiladan 9.4 mingtasi 71% kambag'al oila ekanligi yoki 3.8 ming oila reyestrga noto'g'ri kiritilganligi aniqlandi. Jumladan Guliston shahrida 1179 ta, Shirinda 198 ta, Boyovutda 231 ta, Guliston tumanida 699 ta, Mirzaobodda 223 ta, Oqoltinda 364 ta, Sardobada 233 ta, Sayxunobodda 366 ta va Sirdaryoda 258 ta oila noto'g'ri kiritilganligi muhokama davomida viloyat rahbarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Bundan tashqari Beshbuloq mahallasida 152 ta, Guliston shahridagi Sayqal mahallasida 132 ta, Bo'ston mahallasida 119 ta, Oqoltin tumani Yangi Davr mahallasida 90 ta oila reyestrga noto'g'ri kiritilganligi tanqid qilindi. Shuningdek, o'rganishlar doirasida 671 nafar rahbar va o'rinbosarlarga biriktirilgan 3286 ta oilalarda ularni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ham birma-bir muhokama markazida bo'ldi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov kambag'allik reyestrining noto'g'ri shakllantirilganligi natijasida ayrim hududlarda kambag'allik darajasi viloyat ko'rsatkichidan yuqori bo'layotganligini ta'kidlab, tumanlar va shaharlar hokimlari va mas'ullarning harakatsizligiga izoh so'radi. Biriktirilgan rahbarlar hududlardagi mahalla yettiligi, tijorat banklari, fermerlar hamda yetakchi tadbirkorlarni jalb qilgan holda ishlarni to'g'ri tashkillashtirib, fidoyilik bilan ishlasa va qo'shimcha tashabbuslar bildirishsa, viloyatni kambag'allik va ishsizlik darajasi eng past hududga aylantirish mumkinligini bildirdi. Yakunda mas'ullarga reyestrga kiritilgan aholi bandligini va doimiy daromad manbaiga ega bo'lishlarini ta'minlashga qaratilgan qator topshiriq va vazifalar berildi. Vazifalar va topshiriqlar ijrosi har oy yakuni bilan muhokama etilib, mas'uliyatsizlikka va sustkashlikka yo'l qo'ygan mas'ullarga nisbatan keskin choralar ko'rilishi belgilandi.